Mesostatic SPF'larini boshqa SPF'lardan farqi. Mesostatic SPF'lari nafaqat quyosh nurlaridan, hattoki telefon, kompyuterdan chiqadigan ko'k nurlardan ham himoya qiladi. Qo'rqmasdan ayta olaman, 90% SPF'lar ko'k rangli nurlardan himoya qila olmaydi. Nimani hisobiga Mesostatic SPF'lari ko'k rang nurlaridan himoya qiladi? Kelinglar ko'rib chiqamiz. Tarkibidagi Chinosorb M, antioksidant HGBM, gidroksitirazol va temir oksidi terini ekrandagi ko'k nurlardan, domashniy va ofis svetlaridan, ovqat pishirayotganinglarda gazdan va duxovkadan chiqadigan infrakrasniy nurlardan himoya qiladi. Bunaqa sostavlar почти hech qaysi SPF'da bo'lmaydi. Juda ham sanoqli brendlar bunaqa sostavni o'zini tarkibiga kiritadi. Eskicha SPF filtrlari oddiy oyna yoki gubka bo'lsa, Mesostatic tarkibidagi Chinosorb M aqlli va zirhli oynadir. U bir vaqtning o'zida zararli nurlarni aks ettiradi, tarqatadi va o'ziga singdiradi. Bir necha soatlardan keyin ham o'zini samarasini yo'qotmaydi. U ko'k nurlarini o'zida ushlab qolib, terining ichiga tushishidan oldin oladi. HGBM bu antioksidant hisoblanadi. Uni butun dunyoda erkin radikallarni intellektual tuzog'i deyishadi. Bu juda qimmat ingredient bo'lganiga uni oddiy SPFlarda uchrata olmaysizlar. Uni Mesostatic kabi topoviy dermatotiptika brendlari ishlatishadi. Boshqa antioksidantlar, masalan, vitamin C, vitamin E bir martalik himoya vazifasini bajaradi. Erkin radikal ta'sirini o'ziga oladi va parchalanib, reaktiv formaga aylanib qoladi. HGBM da esa hammasi boshqacha. HGBM bittada o'zini kuchini yo'qotib qo'ymaydi. Ko'k nuri yoki quyosh nuri ta'sirida HGBM molekulasi qayta tuziladi va yangi, yanada kuchli antioksidantga aylanadi. Bu proses kun bo'yi davom etadi. Quyosh va ko'k nurlari uni yo'q qilmaydi, aksincha uni faollashtirib yuboradi. Va yana tarkibida gidroksitirazol bor. U dunyodagi eng kuchli tabiiy antioksidant hisoblanadi. U teri hujayralarini stressdan saqlab qoladi va kletkadagi mitoxondriyani himoyalaydi. Mitoxondrional stressni bloklaydi. Bulardan ham tashqari, SPF'larning tarkibida pro-kollagen qiriyati bor. U peptidlar kompleksi. Quyosh va ko'k nurlar terida kollagenni parchalaydigan fermentni slishkam faollashtirib yuboradi. SPFdagi kollagen pro qiriyati aynan shu fermentni quyosh nuri ostida faollashib ketishini bloklaydi. SPF tanlashda qiynalib o'tgan tanishilarga tashab qo'ying.